Assalomu alaykum, Fag'onali bobonni kuzatuvchilari, podpichkilar. Bugun ertalabdan Xudo xolasa ishlarimizni yana boshladik. Asakaga yo'lga chiqdik. Yozgi kunida ertamas sahardan ishni boshlaymiz. Ertalab boshlangan ish barakali bo'ladi, do'stlar. Xolasa soat 3:30 bo'lyapti. To'da dalamizda bo'lamiz, do'stlar, bo'layamizda. Obedgacha, soat 1gacha ishlarimizni davom ettiramiz. Fag'onali bobonni kuzatishda davom etinglar, do'stlar. Xudo xolasa yangi yillardan tashlab boramiz. Like'larda ham aslan bosamiz, kanalni rivoji uchun. Kanalni rivojlantiramiz, do'stlar. Xudo xolasa shopda oldida ham juda ko'p yangi navlar bor. Ular mevalardan pishishni boshlaydi. Bir haftaning ichida shopda oldida yangiliklar ko'p tashlab boramiz. Videolarimizga bee'tibor bo'linglar, sog' bo'lasizlar.